Fermer xo'jalik demaydi, opa qaysi? Chorva zamin qilishadi. Chorva zamin yurishadi. Nima masala edi, opa? Shaq. Shaq olish kerak. Ega, sug'urtaga to'lagani. Shuni aytaylik. Boshqa sammasi o'rnida. Fermer xo'jaligi shaq kerak, a? O'shani to'lab kelsak bo'ldi, lizingnikini. O'shani aytib qo'ydim-da, nima qo'ygan. Qilmayapti-da, endi aylantirib to'g'ridan o'tmayapti. Yaxshi pulni yozib ko'rib, shaqildan olib Bo'ldi. Chek berib qo'ydik, o'zimiz chaqirsak kerak. Ya, hozir nima qilamiz? Gaplashib. Bo'ldi, bo'pti. Boshlangan. Sizniki qaysi edi? Masala sizniki. Javob fermer xo'jaligi. Javob fermer xo'jaligimi? Elektromobil. Elektromobil olingan, hozir olingan prostochkasi bor, foizi. Kuzgacha surish masalasiga paxtagacha. Yaxshi, hozir bizda hali tushuntirdik, kapitalizatsiya qilamiz. 3 yilga 1 yil imtiyozlari bilan surib beramiz, paxtagacha o'zi yo'qolsangiz kerak-a? Ha, hisoblasin. Rahmat.